Ular aytdilar, ozish uchun ozdiradigan trizipatit ukolini olaman deb bitta kasallik orttirib oldim dedilar va hikoyalarni menga aytib berdilar. Xullas o'sha trizipatit ukolini qilayotgan momentlarida o'shanda ham ikkilanib oldim. Ey xudo, qadar zarar emasmikan? Zarar qilib qo'ysa-ya degan ana shubha bilan edim dedilar. Shunda ukol qilganimda dedilar, birdan seskanib ketdim va 10 minut o'tar o'tmas уже meni davleniyam 90 ga 60 yurardi dedilar va 170 ga ko'tarilib ketib qoldi dedilar. Ham o'zi boya ikkilanish bilan olgan ukolim o'zi qo'rqib o'tirdim. Yana men u davleniyani ko'rganimdan keyin уже men panikaga tushishni boshladim. Skoriy chaqirdik, уже davleniyamni tushirishga harakat qilishdi va amallab o'sha momentda o'zimga keldim, lekin nimadan bunaqa bo'lganini ayta olmadim men hech kimga dedilar. Chunki qanaqa qilib aytadilar, ukol oldim deb ayta olmaganlar-da. O'shandan boshlangan ularda panический ataka boshlangan, ya'ni vahima kasalligi bor-da. Qizlar shunaqa kasallik bor, vahima kasalligi. Уже любой vitamin, любой bad bo'ladimi, ukol dori nima bo'ladigan bo'lsa ham menda уже kuchli vahima, kuchli qo'rquv paydo bo'lib qoldi ularga nisbatan. Undan ham tashqari yuragim, pulsim 140 gacha chiqib ketdi. Kardiologlarga bordim, endokrinologlarga bordim. Hammasi joyida deb aytibdi. Lekin menda уже nevroz kasalligi boshlangan ekan. Ya'ni o'sha pulslarim oshib ketyapti dedilar-da. Nevroz kasalligini men o'zimni tanamdan chiqaramadim. Qilmagan ishim, bormagan doktorim qolmadi. Juda kuchli kurashdim. Даже shunaqa vahima panika kasalligiga uchradim. Hamma narsadan qo'rqadigan bo'lib qoldi. Uyqularim umuman buzilib ketdi deb menga tushuntirib berdilar. Mana endi hozir uyqularim normaga kelishi sekin boshladi. O'shanda ham men dori bilan uyqularim normaga kelyapti. Juda bir qaltiraydigan, yuragim tez uradigan vahima kasalligiga uchrab qoldim. Men bittagina shu ozaman deb qilgan xatoyim, ya'ni o'sha trizipatit ukolini olganligim uchun dedilar. Mana shunaqa holat bo'ldi dedilar. Men bu holatda aytmoqchimanki, qizlar, ozish uchun har qanaqa eshitgan narsalarni qilavermanglar. Bu tana individualniy. To'g'ri, kimgadir bu qadar ukollar ta'sir qiladi, lekin aytib qo'ying, ta'sir qilganda ham baribir qaytalanadi, qayta semiradi. Mayli ta'sir qildi ham deylik, lekin uni asoratlaricha hammani tanasi har xil bo'ladi. Shuning uchun iltimos, ozish uchun kimdandir nimadir eshitib, xohlagan narsalarni qilib ketavermanglar. Bu tana bizga omonat qilib berilgan. Uni biz albatta asrashimiz kerak bo'ladi.